Bugundan respublikamizning barcha hududlarida muddatli harbiy xizmatchilar uchun oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda beriladigan imtiyozlar bo'yicha test sinovlari boshlandi. Muxbirimiz lavhasi shu haqida. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlarning keyingi hayot yo'llarida imkoniyat beruvchi tavsiyanomalar uchun sinov jarayonlari boshlandi. Bilim va malakalarni baholash agentligining Xorazm viloyati bo'limi binosida harbiy xizmatchilarning test topshirishlari uchun barcha sharoit yaratilgan. Sinovlarning halol va shaffof tarzda o'tishini ta'minlash maqsadida belgilangan binoda nazoratchilardan tashqari video kuzatuv moslamalari ham o'rnatilgan. Mas'ullar tomonidan askarlarga tegishli ma'lumot va ko'rsatmalar berilgach, muhrlangan qutilar ochilib, test savollari tarqatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 31-maydagi 1765-sonli qaroriga asosan muddatli harbiy xizmatni o'tagan harbiy xizmatchilarga beriladigan imtiyoz bo'yicha test sinovlari respublika bo'yicha boshlandi. Mudofaaga qarashli harbiy qismlarning harbiy xizmatchilaridan test sinovlarini Bilim va malakalarni baholash agentligining binosida boshladik. Test sinovlari 3 soat davom qiladi. 100 ta savolga, ya'ni jangovar tayyorgarlik bo'yicha 40 ta, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik bo'yicha 20 ta, matematikadan 10 ta, fizikadan 10 ta hamda mantiq bo'yicha 20 ta savolga javob berishadi. Baholash mezonlari jangovar tayyorgarlik bo'yicha 1,2 ball bilan har bir to'g'ri javobi, ma'naviyat bo'yicha berilgan to'g'ri javoblarga 1,1 ball bilan, matematika, fizika va mantiqlarning har bir to'g'ri javobiga 1 balldan beriladi. Matematika, fizika kabi aniq fanlar hamda mantiqiy savollar Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan tegishli vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralari ishtirokida umumta'lim va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi o'quv dasturlarini inobatga olgan holda tuzilgan. Test sinovlari uchun ajratilgan umumiy vaqt 3 soat bo'lib, barcha savollarga berilgan to'g'ri javob orqali maksimal 110 ballni qo'lga kiritish mumkin. Men ham o'zimdan oldingi akalarimga havas qilgan holda harbiylik sohasiga qiziqib, mana armiyaga keldim. 1 yillik armiyani asta-sekin tamomladik. Hozir mana test savollar bilan tanishib chiqdim. 1 yil mobaynida o'zimiz egallagan soha va o'zimiz o'rgangan narsalardan tuzilgan hammasi. Testlarni menimcha o'ylaymanki yaxshi topshirib chiqdim. Endi natijasini kutamiz va kelajakda harbiy xizmatchilarga yaratgan sharoitlar uchun harbiy sohada o'qishga topshirmoqchiman va o'zimni harbiylik sohamni davom ettirmoqchiman. Muddatli harbiy xizmatchilarning muvaffaqiyatli test sinovlarini topshirib, tavsiyanomaga ega bo'lganlari harbiy oliy o'quv yurtlariga topshiradigan bo'lsa, o'zi to'plagan ballning 50% miqdorida ball qo'shiladi. Fuqarolik oliy o'quv yurtlariga topshiradigan bo'lsa, unday holatda shu tavsiyanomaga ega bo'lgan harbiy xizmatchilarning tanlovi alohida o'tkaziladi. O'tkazilgan tanlovda ham balli yetmay qolgan bo'lsa, o'zi topshirgan yo'nalishda tanlovda yana bir marta qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Test sinovlarida ko'rsatilgan natijalar O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan baholanadi. Shuningdek, askarlarning xizmat davomida harbiy qismda ko'rsatgan natijalari, ijobiy xulqi ham inobatga olinib, harbiy qism qo'mondonligining tegishli tavsiyanomasiga munosibligi belgilanadi. Ushbu tavsiyanomalar 3 yil mobaynida amal qiladi.